Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda Estaizu billah فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون صدق الله العظيم. Yunus alayhissalomni baliq yutib yuborgan vaqtida u kishini Xudo aytadi: agar Yunus alayhissalom Allohga namoz o'qib, Allohga tasbih aytguvchi bandalardan bo'lmaganda edi, albatta baliqni qornida qiyomat kuni odamlar tiriladigan kunga qadar qolib ketgan bo'lar edi deb Alloh Qur'onda bayon qiladi. Mufassirlarimiz kana minal musabbihin, kana minal musallin deb ham tafsir qilgan ekanlar. Namoz o'qiguvchi banda bo'lmaganda edi, Alloh unga najot bermagan bo'lardi. Allohga tasbih aytguvchi u kishining aytgan tasbihi La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin edi. 40 kun u kishi Allohga shu tasbihni aytgan edilar. Alloh, sen yakka va yagonasan. Sen kamchilik nuqsonlardan pok bo'lgan Allohga men tasbih aytaman. Ya Robbi, men o'zimni nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Meni kechir deb duo qildilar. Mufassirlarimiz mana shu la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zoliminda ham Allohning vahdoniyati, Allohga tasbih aytish, inson Allohga istig'for aytish va tavba qilish 4 ta narsa jamlangan ekan. Demak, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin degan odam Allohning yakkaligini isbot qiladi. Alloh jalla va aloga subhanalloh, alhamdulillah degan tasbihlarning savobini oladi va Allohga istig'for aytganda savobini oladi va banda o'zini gunohini tan olganligini biz bo'ynimizga olganligimizga dalolat qilar ekan. Xudoga taborak va taologa Yunus alayhissalom shu tasbihlarni aytganligi sababidan baliqni qornidan Alloh u kishiga najot berdi. Banda dunyodagi mashaqqat, muammo, qiyinchiliklardan najot olishlik uchun la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin de ertaman 100 ta, kechqurun 100 ta o'qib qo'yayotgan odamda muammo bo'lmas ekan.